Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli cemaat. Allah Taala hemmenlarni tutgan ruzusini qabul qilsin va qilgan amal ibodatlaringlarni o'z darajasida maqbul qilgay. Amin. Bugun zulm haqida to'xtalamiz. Zulm so'zining lug'atdagi ma'nosi bir narsani o'z o'rnida qo'ymaslik, ishlarni loyiq bo'lgan shaklda qilmaslik deganlikni bildirdi. Qisqasi, qilishga tegishli ishni joyida qilmaslik va uni boshqacha qilish zulm deyildi. İslam atalg'usida bo'lsa, haqsizlik qilish, nohaq ish qilish, uvol qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Umuman aytganda, zulm adolatning aksi. Barliq adolatsizlik va haqsizlik turlarining hammasini o'z ichiga oldi. Ammo zulm so'zidan mustamlikachilarning insonlarni buzaq qilishini, mas'ullarning qo'l ostidagilariga haqsizlik qilishini ve hükümetlerinin xalqqa zulm silishini şunugina tushunib olish cho'ng xatolik. Çünkü zulmning turlari intayin ko'p. Hayotlikning hamma sohalarida ve insonlarning nurg'unlagan ish harakatlarida ve gap so'zlarda zulmni topqili bo'ldi. Ya'ni hayotimizda jiq. Zulm qilish qat'iy harom. Alloh taolo zulmning hamma turini cheklagan. Zulm qilg'uvchilar chuqum jazosini topadi. Alloh taolo Qur'on Karimda bütün insoniyatga qaratib, sizlardan kimki zulm qildi ekan, uningga biz chuqum azobimizni tetitimiz deb ogohlantirish bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zulm qilishdan saqlaninglar, chunki zulm qiyomat kunida zulmatlarga aylandi degan. Ulamolar bu yerdagi zulmatlar degan so'zni zulm qilg'uchining yo'lini to'sadigan qorong'uliklar yoki uning beshida keladigan zo'r qiyinchiliklar deb sharhlagan. Endi ulamolar zulmni bundaq 3 turga ayırdı. Birincisi, inson bilan Allah'ның o'ttirsidagi zulm. Allah Taala bandalarga qat'iy zulm qilmaydi. Va ma robbuka bizallamin lil abid deydi. Allah bandalarga hargiz zulm qilmaydi. Ammo insonlar Allah Taolaning haqqini ado qilmaslik orqali uning haqqiga qarata haqsizlik sodir qildi. Bu xil zulmning eng cho'ngi Allah Taalaga başka bir mahlukatni şirik keltirish, yoki duoda olsun, yoki ibodatda olsun, Allohga qilmay o ibodat bilan duoni boshqa birisiga qilish. Bu Allohning haqqini aniq etmaganlik bo'ldi, haqsizlik hamdi. Eng cho'ng haqsizlik. Luqman Hakim o'g'liga deganki, Qur'on Karimning Luqman surasida: "Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim." O'g'lim, Allohga shirk keltirmagin. Çünkü şirk keltirish hakikaten çoğun haksızlıktır. Yani çoğun günahtır degan. İkincisi, insanların bir-biriga zulm qilishi. Allah Taola'nınki Munu sözüde bu ifadesini tapıdı. İnnemes sebilu alellezine yazlimunan nase ve yabğuna fil ardı bi gayril hak. Ulaike lehum azabun elim. Eyiplenadiganlar fakat kişilerge zulüm kılıdığan, yeryüzüde nahak, zorluk, zombuluk kılıdığanlardır. Ana şularga elemlik azap var dedi Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü, insanın üzüge üzüm zulüm kılışı. Yani üzüge üzü kadar zulüm kıldı, elbette üzüge zulüm kıldı. Bu Allah Teala'nın manu ayetinde ifadesi tapıdı. Sümme awrasnal kitabellezine istafayna min ibadina feminhum zalimun li nefsihi ve minhum muqtasid ve minhum sabiqun bil hayrati biiznillah. Zalike huvel fadlul kebir. Andın biz o kitapni bendilerimizden biz tanlagan kişilerge miras kılıp verdik. Yani ilahi kitapni. Ulanın ba'zisi onunla amel kılmay üzüge zulüm kılgıçıdır. Yani Allah Taala ko'rsatgan qonunga amal qilmay, o'ziga zulm qiluvchidir. Ba'zi o'ttir haldir va ba'zi Allohning irodasi bilan yaxshi ishlarni qilishga aldirguchidir. Mana bu katta in'omdir. Ya'ni Allohning fazli bilan yaxshi ishga aldirganlar katta in'omga erishguchilardir demoqchimda. Endi bu yerda bizning to'xtalmoqchi bo'lganimiz bugun zulmning insonlarning boshqalarga zulm qilishi. Shu haqida to'xtalamiz. Bir insonga
Meyli o insan Müslüman olsun, yoki Müslüman bo'lmasin, yoki o inson bo'lsin, yoki boshqa maxluq olsun, itmushuk olsun, uchar qush olsun, qanday bir narsaga zulm qilish, haqsizlik qilishi harom. Allah Taala uning intiqomini olib turdi. Ya'ni Allah Taala har qanday gunohni kechirdi. Ya'ni Allah Taala'nın haqqiga qarta qilingan gunohlarni kechirdi. İnnallâhe yagfiru zunubu cemi'a deydi. Allah bütün günahlarını mağfiret kıldı deydi. Bazı günahlarını tövbe kılmasın mağfiret kıldı. Bazısını tövbe kılgandan keyin mağfiret kıldı. Allah Taala'nın kıl ve kılma degan emir fermanlarga xiloflik kılganın günahını Allah çokum mağfiret kıldı. Ama insanın başka insanlarga yoki mahluqotlarning biror mahluqotga ya qanday qilib bir jonliqqa qilgan gunohini Alloh taolo kechirmaydi, ashulardan kechirim so'rmoqcha. Shunga gunoh Qur'on Karimda ikki turli ifodalandi. Biri Alloh taolaning haqqiga qarta qilgan qilmishlarimiz bu zunub deb atildi. Shunga innalloha yagfiru zunubi jami'a dedi. Zunub yani gunoh. O günahlarını hemen mağfiret kıldıydı. İnsanların insanlığa kılgan, yani mahlukat kılgan yamanlıkları, eskilikleri bu seyyiat deb atıldı. Yamanlık deb atıldı. Bu yamanlıkını Allah Taala keçirmeydi. O yamanlıkını, yamanlık kılınğıcı keçirmeyince Allah Taala onu keçirmeydi. Endi nurgun günahlarının ki cezasını Allah Taala ahirette berdi. Çünkü bu dünya mukafat yoki jazo berish dunyosi emas. Ayrıydigan ya ahiret. Ama zulümni insanların başkalarına kılgan zulümlerini muşu dünyada köplerini bir taraf kılıvatıdı. Muşu dünyada onu bir taraf kılıvatıdı. Onun hayatımızda nurgun misallarını görelimiz. İmam Zehebi özünün Kebair degan kitabida bundaq bir qissani bayon qildi. Bir adam, kambag'al bir adam beliq tutibdi bir kunicha. Balalar och, uyda yegili binasi yo'q, nima qilsam bo'ladi deb dengiz bo'yiga chiqib yo'g'on bir beliq tutibdi. Tutib endi mushu beliqni bozorga bir setib, ashuning pulisqa bir yemek içmek elib balalarga apray deb tursa, boshqa kuchlik bir adam kelib uni mana birisa debdi. Ya bunu sizga beremeyme, bu balalarımın rızkı bu. Muşunu setip, balalarımga binas ep bermekçi, men balalarım aç degandan keyin birisi bäsangmi birisi, bämesang birisi deb o adam bir qo'yib o'rgatib mushti bilan beliqni tatib elib ketibdi. Elib ketib, bu adam beliqni uyga elib bag'icha shu beliqning endi bu qo'lni shu beliqning og'ziga tutib aşağıdan tutup mangan mı hamde? Aşu beliqning tishimi yoki bir so'ngakmi bu adamning bir barmoqiga ketib ketibdi. O qanab ketibdi. Ama shu barmoqqa kirib ketibdi. Kirib ketib o qonni to'xtatibdi. Bir qancha soatdan keyin bu qo'li ash ko'kirab, qoridab ketibdi-da bu. Qoridab ketganligi shadi bir tiyubning qishqi beribdi. Unda qarab, bu shu qo'lingizni, shu barmoqni kesib bo'lmaydi ekan. Chunki bu hozir zaharlab boshqa alqiningiz, boshqa barmoqlarga o'tib ketadi degan. Lekin mayli kesib aylaymiz deb chidab turib, shuni kesib etibdi. Kesib atgandan keyin atisi qarasa, bu boshqa barmoqlarga o'tib, alqongacha o'tibdi. Yana beribdi. Bag'andan keyin bu qo'lingizni endi qo'lni batikidan yani kesib atmasak bo'lmaydi ekan. Chunki bu jaynak matrabga chiqib kelsa bo'lmaydi ekan. Uni kesitgan. Uniga bir haftadan keyin qarasa bu shu ustiga qarab, jaynak tarafga qarab, shu qop-qora bo'lib, shu ishiq shu nima ana menibdi. Mangandan keyin tiyibga yana berib ekan, endi shu qo'lingizni shu jaynakidan mishani kesib atmasak bo'lmaydigan deb shu jaynakdan kesib atganda kesib bilab undan keyin endi bu siz nima bo'lganda bu qanday bo'lib men hayron qoldim. Kichikina bir qo'lingizdagi bir yara, bir barmoqingizdagi yara bütün shu qo'lingizning mishagicha ketib ketdi bu. Biz oldin olay deb kesib boqdik, shunda qilsak yana bo'lmadi. Nima ish qilgandingiz siz? Degandan keyin
Men sizga deganga o'xshash shu beliqning so'ngaklarimi binasiga beliqning shu kirib ketdi. U beliq nimani asli? Bir adam tutibdi ekan. Bozorga borib sotaman deb elib mang'il qo'yibqandi. Aşağıdan o adamni bir urib yiqitib qolib, oshni ev olgandi degandan sizni andada Allah Taala sizni jazolabdi. Aşağıdan bedduasi ketga o'xshaysiz. Agar burunroq mana degan bo'lsangiz, barmoqingiz qaridiga vaqtida degan bo'lsangiz, men hemen sizga deytdim, aşağıdan berib roziligini eling deytdim. Kechikib ketibsiz emasmi? Shunda bo'lsa siz izdan. Ma badaningizga tarab ketkicha ma kasal. Hozir shu odamni izlab roziligini eling. Balki Alloh shifolik birar shu odam kechirib bersa degandan bu odam endi ash beliqchini izlaydi. Normal bir beliqchi emas hamda u hamisha chiqadigan. Shu chaqda bir endi chiqib ketdi ekan. Ashani izlaydi, topolmaydi, izlaydi, so'rashtirdi. Bir qanday qilib, naytbak test japoda topadi odamni. Tepib, assalomu alaykum. Meni tunudingizmi deb oldiga bordi. Sizni tuniyanmidim degandan men shu sizni bir urib qolib beliqingizni elib ketgan odamdim. Qarang, qo'limdan ayrilib ketdim men. Allah meni jazoladi. Siz meni kechira olamsiz degan. Sizning bu shu holatingizga qarab ichim og'rib ketdi mening. Sizni kechirdim bo'ldi dedi. Ma'qul rahmat deb. Endi shu chaqda siz binasi deganmidingiz, bir beddua qilganmidingiz degan. Ha qilgandim dedi. Nim deb qilgandingiz desa, "Ey Allah, bu adam bana kuchini ko'rsatdi. Sen o'sha odamga o'zining kuchini ko'rsatgan deb duo qilgandim" debdi. Shuna adam tövbe qildi ekan. Allah haqiqatan bana kuchini ko'rsatdi. Men tövbe qildim debdi endi. Bu shu tarixda o'tgan masala. Endi hozir bu shu hayotlikda. Ba'zi ishlarni bunda ko'rimiz, voy bu odamga nohaq ulab qoldi o odamga. Hajab bir nohaq ulab ketdi ya odam. Bir xafalık tatib qoldi ya odamga yoki yani beşiği bir xafalık keldi deymiz. Şunu eğer biz sürüştü qilsak, ya o'zining bir xatolig'i bor aşağıda, ya o'zining boshqalar qilib qo'ygan yeri bor. Ish qilib bir sababi bor ekan. Bundaq bir qissa. Suriyalik alim Muhammed Ratibin Nablisi bir kun mesjidga aldırab ketib borsa, jamoatdan birisi onun olib paranglashqach menib debdi. Qarasam shu ko'rinayotgan do'konda bir odam bordi. Bir qancha aydan beri shu do'konga kelib gazmal setib ayda qilyotdi. Bir kuni atdiganda soat 9da kelib, dal 9da do'konning derazasini ochib bunda tursa, shu sirtdan ilqi boshqa bir o'q etishqancha ekan. Endi bu ba'zi insonlarda, Turkiyadan bor bir to'y bo'lsa yoki bir ishlar bo'lsa, osmonga o'q otgan bir ishlar bor endi. Endi o'q etishibdi ekan, aşağıdan bir o'q tegib, bu odamning shu umurtqisiga tegib, shuni bilan bu odam palajulab qoldi, hozir yotidi. Bu odamning nima gunohi bor? Qaraslar, bu odam bolalarimni boqay deb bir do'kon ochibdi ekan. Bakon bir gunoh odam shunda bir g'aybdan kelgan bir o'qilab mudablab ketdi degandan Muhammed Ratib Nablisi deydi. Endi uning hikmatini men bilmayman, Alloh o'zi biladi deb ketdim deydi. Shundan keyin bir ay haftadan keyin yana aşağıdan uchrashib, o'tganda sizga men shunday degandim-ku odam to'g'risida. Men uni aniqladim dedi. Qanday aniqladingiz desa, bu odam akıllarininki o'zining aksininki bir uyi bor ekan. Bir imoratning 3-qatida. Aksi ulab ketgan vaqtida aksining bolalari ushoq ekan. Ushoq bo'lgandan keyin bu aksining bolalariga igidorchilik qildigan bo'lib, aksininki mal mülkini o'zining ustiga olayotgan endi. Endi igidorchilikqa odam bo'lgandan keyin shuning ustiga elinadigan odam ulab ketgandan keyin. Shuni bilan bu aksi ulab ketib bir qancha oydan keyin, bir yilmi o'tmay bolalarni uydan chiqarib o'tadi ekan. Chiqdinglar degandan keyin bolalari ushoq bolalar ekan endi. Endi o'zining jonini boqolmaydigan darajada endi. Shuni bilan ular tag'a bu uy bizning uyimiz-ku endi. Dadam ulab ketgandan keyin siz bizga qaragandingiz, endi bu uyning bizning uyimiz-ku desa, "Mavo hujjatga qaramamsiz, men uyning hujjatiga mening ismimda-ku, mening bo'ldi bu" deb ayda deb turibdi. Deb turgandan keyin bu bolalar qanday qilamiz deb bir mesjidning imomiga debdi.
Shunday qildi, bunday zulm qildi bizga. Hozir endi mahkamaga sotqa borsaqmi, o hujjat uyning tağımızın ismi doğan yeşimi kılanmayımız, qanday qilamiz degandan falan yer bir olim bor. Shu olimning qishqi berib azingni aytinglar, shu hal qilib qo'yishi mumkin debdi. Borgandan bu bola olimning uyiga berib ahvolini deb yig'lab aytdi desa, "Kelinglar balam" deb bolani yitlab tog'asining uyiga bortgan. Tog'asining uyiga kirib, "Qarang, siz mana nahaq ish qilibsiz, ma zulm ma bolaning haq ekan, bu bolani chiqarib olsangiz nega bordi? Uyini bering ma bolaninki" deb shunda desa, "O nimeniki uyninki hujjatini ko'rdingizmi? Ma uyni mening ismimdi-ku. Mening ismimda bo'lgandan hech nima qilolmaydi meni. Tamam, men uy uzamning nega borsin deb olimning gapini olmabdi. Olmagandan keyin shuna u olim shahidi debdi. "Bolarim, tag'anglar sizning gapingni olmadi, anglamadi. Endi sizning dadingni anglaydigan bir zot bor. Allah'a münacat qilib dadingni Allohga danglar. Chunki sizlar hech kimga deyolmaysizlar. Chunki mahkamaga sotqa borsanglarmi, uning ismida u sotma ishini qilolmaydi. Ya bu bermaydi. Shun buni hal qiladigan zot Alloh. Allohga iltijo qilinglar" debdi. Balla shahada Allohga duo qilibdi rasmiy. Shuning bilan bugun kech soat 9 bo'lgan ishkan u. Degan soat dal 9 da odamga g'oyibdan bir o'q tegib o palajulalık. Endi dastlabda shuni ish og'ritgan adam, men shunda ish og'ritib ketibdim bu odamga. Qarasam, yuziga yuzi qilgan bu odam, hozir ichim og'rimi demdi. Deb shunda deb bitgan Muhammad Ratib ibn Ablisiga. Demak, nurg'un ishlar bor. Biz shu ishninki muqaddimasini beshini surishti qilsak, xatolab qolgan ish chiqmaydi u ishda. Xatolik yoki bunda nahaqchilik bunda bo'lmaydi. Özümüz sebep bulumuz nurgun iş. Bazı işni ya hata qilamiz yoki boshqalarga yomonlik qilib qo'yamiz. Shu yomonlik bizga keladi hamda. O'tni olam deydigan gap bor-ku. Yaxshi qilsangmi, yomon qilsangmi o'tni olam hamda. O'tnisi keladi hamda uning. Yana shu Suriyada ufka ağaça bakan ishkayli. Ya'ni ağaça ufka ishkayli qilibdi. Ufkisi endi 20-25 yoshli kichikroqkan, otasi 30 necha yoshlikdan ota-onasi o'lib qolibdi. Ota-onasining boyligi qilibdi. Qolganiga shuning bilan bu hadisi advokatkan. U advokat bir qanday qilib bu ufkisini qoyil qilib, shu ota-onasiningki uyini faqat boyliqlarida hammasini o'zining ismiga epdi. Mening ismimda tursin, endi biz ikkimiz baribir ishkayli xeylayimiz deb ani eplab uningdan ufkusini öydünmü chiqarib, hamma narsani olib, "Sening haqqing yo'q. Sen o'g'il bo'lganligin ishlagan, men ayol bo'lganligin hammasini olaman" deb nopdi. Ufkusi, "Hay, men uşaq balllarım bor, nega boraman, boshqa uyim yo'q. Bilsa, anda qilmag'in hada" deb qilsa, "Nima qila olading sen? Chunki mening ismimga yozilgan hammasi, nega borsang borg'in bermayman" deb nima qildi. U ayolni agitagmagan ayolkan shunda o'tirganda. Şunu olan bu nat be xaplab ketibdi bu bechora ufkisi. Shuningdan keyin 1-2 yil qolmay rak kesilib bu otasi o'libdi. Otasi o'lib, otasining o'zining mol-mulki topgan pullari, dadasining qolgan mol-mulk, dadasining qolgan uy hammasi ufkisiga qolibdi. Ya'ni shuni qilibdi eng oxiri. Endi Mushu Saudiya Arabistonininki Yanbo degan shahrida amindaq cho'ng mashinada ba'zi mol to'shitgan, ba'zi qo'y, chorva binasini yutqa apirib birtgan bir bola ekan, kambag'alchamda. Bir kun Riyozdan telefon kelibdi unga. Bizning aşağıda qo'yyapti, Riyozga akib beralamsiz? Ma'qul akib beraydi. Qancha pul olsa debdikan, endi buning oliqi 1000 kilometrdan chiqroq chiqdi. O'zingiz qancha pul berasiz desa, 1000 riyal beraymisan deb, bo'ldi 1200 ni beray sana. Yaxshi akagan degan, ma'qulab xo'shlab 1200 riyal ortgan bo'ldim deb. 1200 riyal degan ham 300 dollardan chiqroq pul ham deb. Shuni bilan kechilab ashi elib opritgan uni. Appasa aşağıda bir ishkalizga apirib telefon qilibdi. Telefon qilsa, "Men chiqaman, aşağı to'g'ash-to'g'in" debdi. To'g'ash-to'g'in desa, uningki aşı yo'g'on darvozalik uydagi odam, boy odamkan, uylarına ait isil. Aşağıga
Mimarlar kirib chiqishayotgan aşağıda bir mehmondorchilik bo'lib o'tibdi. Herhalde kechlik tomoqimni mishadi yetgan bo'ldim herhalde meni tomoq chaqirishi mumkin deb. Aynan kutib o'ltiribdi mashinada, o'tira. Kech ulabdi. O mimarning hammasi tarabdi. O adam yani chiqmay ishni itib ichida itib ketibdi. Shuni bu ishni qiqib men meni kutyapman degan yanqisi. Desa, "Hoy sen ketmedingmi texe? Hoy nimishga ketdimi? Mening pulimni bermedingiz bu texe. Qo'ylimni tushib qo'ydim, sen men pul bermedingiz. Nim beretdim sana? 1200 riyal deyishgan to'q. Nima 1200 riyal beraman? Men 100 riyalni al meni" deb sadaqadak tashlab turib uni alma shuni deb. Voy anda qilmang. Aşağıdaki benzin pulsqimi yetmaydi bu. Mening haqqimni berang degandan nima qila olading sen? Asang al, almasang ket deb. İşkin gatçıda yüzüge yepti işkini. Qilgan xapolab bu bechara. Endi şu 100 riyal başqa pul yo'qkan endi. Endi şu 100 riyalga olib berib benzin qachilmasa men mashinasiga 2 oylikqa borolmaydi endi. 1000 kilometr ortiq endi. Şu benzin qachiliga yerga berib benzinni qachilab aşağıda bu aylanib ketibdi. Qo'sqa açlıktan yana ve xapalıqdan aylanib ketibdi. Aşağıda derhal aşağıdaki adamni doktorga olib boribdi. Doktorga olib borib, qısa bir doktor tekshirib uni. Sizning hech qeringiz og'rimaydigan, hech qanday emaskan, saqkansiz, siz hemen saq. Faqat qo'sqam qattiq ichib ketganlikdan shu aylanib ketgandim. Aylanib ketibdim ishga ketibdi. Muşunda mıyda 5'imde mıyda iş öttü. Ben 200 riyal birimen dep meni eke güzüp 100 riyal birip koydu. 100 riyal benzin aldım. Yigili heşimem yok. Heşimem yok hem. İçkilimi yok hem de. Şu muşunda kaldım degen doktor xapoma dep. Doktorxonadan chiqib oshxonaga kirib qo'sqamni to'yg'azlaydi. Qo'sqamni obdan to'yg'azlab, "Meni 200 riyalni men beray sizga. Xapomay keting hamda mıyda ish bo'libdi" dep yo'lga sep qo'ydi deydi. Shunda xo'shulab ketdim bu doktorga. Bu doktorning yüzü ko'z oldimda hozirmi turadi deydi endi. Shunda xo'shulab ketdim. Aşı riyazdan yambog'u bağıçlak Allah'a dua qilib mangdim. Aşı mutakabbir adamni Allah mening oldimda xarlanğını ko'rsatgan mening ko'zimga. Meni shunda xarladi bu yuzimga ishni yepib. Aş xarlanğını menga bir ko'rsatgan ilohim deb. Aş 2 oylik bağıçlak dua qilib mangdim deydi. Ayda dua qilib mengimedim deydi. Çünkü ben onu unutup kaldım o işini deydi. 7-8 yıldan keyin ben şu yazgı başka işlerle gidip kaldım. Benim öz aldığım iş başladı. Benim öz aldığım işlerim oldu, pulum oldu, ballarım oldu, turmuşum nayet yaxşı yani bayıladım bulup kaldım hem. Şimdi gidip berip bir mescitte namaz okup keteyim de namaz vakti olup kalırken namazını okup salam verip dua kılıp dursak aç oturdum bir adam çıkıp mihrabni qaşqib cemaat mening yigili yok, içkili yok, hatta yatışkan uyamı yok. Ben burun şunda bay adamdım. Hemmeden ayrılıp kaldım hazır. Bana bir yardım kılgan bolsanglar dep qap meclisning ishkining qishqi chiqib o'ltadi deydi. Ular endi dep qap meclisning qishqi chiqib o'ltirdi. An meclisdan chiqqan jamoatlar endi 1 riyal, 2 riyal tatqini birdi. Ba'zi birdi ben chikidi demda. Ayda oltadı deydi o. Bunda qarasam o'sha adamning o'zi. Ya bu xatolaşmagandimi? O adam degan bir boyvachchida o, boyda. Bu adam şu qanday shu bo'ldi deb yana obdan qarasam o'sha adamning o'zi. Shuni bilan namoz tugidi, o adam talog'i chiqib oltadi. Bunda qarab yiroqdan qarab, "Ey Allah sen nima degan ulug' ko'rsatding, mening duoyimni ijobat qilding. Mushu adamni meni, mushu adamning mushunda xar bo'lganligini ko'rdim meni" deb endi shaytonim dedi deydi. Qishqi berib endi, "Hey ko'rdingmi? Sen ayda yo'g'onlik qilib ketgan-ku. Alloh seni mushu kuni qilib qo'ydayna." dedim deydi. Anda desam, bu adamga azobning ustiga azob qilmay endi. Bo'ldi endi shu chog'da bir xatolik qildim bu adam. Bu adamga ben uning aksicha mayli yaxshilik qilay. Allohdan menga kelsin dedim. Shuni qishqi berib, "Tag'a sizga nima kerak, nima bo'ldi?" desem, "Menga hamma narsa kerak. Men boy odamdim, cho'ng tijoratchidim. Tijoratlarimning hammasi yo'qolib ketdi. Hatto uylarimni qazi kirib qilib, bankrot bo'lib qaziga ketdi.
ballarım meni taşıp edip ketdi. Şuna olan men şunda yalğız iyadi bir yerde tilep tapqınım deymen. Hazır kusqan bek içip ketdi degan. Ama siz mişani ketmey oturuň. Men sizge tamak akelay dep ketdim dedi. Ketip yanjıqımda yok pul, kartda barmdy. Hesabımda bar. Endi bunuga şu pul aldıgan bu sarraf deymiz ya da şu küçük bir makineye berişim gerek hem de. Aşını izlep yürüp bir yerini taptım. Tepip öçüretken o birden saklap durup pulunu çektim. Pulunu elip aşkan koyup bir tamak aldım. Tamak elip basam o hiç kim yok aşağıdan yalnız oturup da aşağı karanlıkta oturup da ama içinden çıraqlarını öçüretip da şikayetlik. Aynen bulgan diken. Oy bu keçikip kaldım keçiren hem de. Keçikip geldim desem men ätigi içi desеңizmi ki oturattım aşağıda. Çünkü kusqam içip bir yer basam yetkan narsam yok menin. Kütettim sizi zaten dedi. Tamakni bir pulap mene men şu göz realni sizge berey. Muşunu jeninizni etiňizden naat hoşulap aş putlarımni aş süyep ketdi deydi. Yak anda qılmaň dedim. Şu çağda men muşu göz realni aş maňa ýaxşylyk kılgan. Maňa 1200 real bir kusqamny toýguzap 1200 real bergen aş doktorunyň haqqyda sadaqa dep berdim. Sawaby aşnyňa bolsun dep. Aşny maňa qyp goýgan ýaxşylyk üçin. Aňda berdim. Şunu bola ketdim. Allah'a şunda şükür qyp ketdim ki Allah'a dua qılsa duany ijabat qıldyken dep. Yana bir dany qıssany dadam 2008-nji ýyly şu haramga kelgen çagda dadam dep bergen bu qıssany. Bizning İşkayılda bir qoşnumuzdan birisi batdı. Ruz Osman deydi ona. Guancı'nınki başlıqıdı. Şunun bula boğan qıssa. Şu nimede bizning yurtdan da bir adamlar tamaki terip aynda tamaki terip diken şunu yaş balla berip mane siz haram işini kılmaň, tamaki terip anda kılsanız bu haram soda bu. Siz buğday konak terip bunda halaldan iş kılın. Toğra emas bu dese sizin nime çatıqınla muşununda kirim abdan kirdi men muşunu kılman depnim kıldı. Kılgandyken bu ballam da atçıga kelip 5-6 aydan birleşip bir keçisi berip ot koyup etipdi onunki. Tamakis hemes ot koyup etipdi. Ot koyup atkandan keyin bunu hükümet tutup aldı. Tutup elip ona tülem tüleyse dep tülem tülep koyap bereyli bulamdı. Tüle aş dixanga ziyanını tülep bersin koyap berili dese helqa Ruz Osman degen Guancı'nınki emniyetinin başlığı yok. Bu dini asabilik kılıqlık bula. Aşo munda kılgını adamın kılgını günah iş kıldı dep kılıqlık bu. Bu puluyla hal etken mesele emas. Bu öyküsü gerek turmadı, oturuş gerek bula. Dep üzem sorak kılıman bunu dep aşo ballarının keşke kirip de aşo. Kirip aş bir baldın sorak diken bizden bu adamga dedik munda ziyallık tamakını andan terman bizge okşaş yaşla bunun da zehirlenir de halal iş kılan desek unumapta şunu biz köydürattık depti. Degen aşağı senin köydürat için gap onun da ama senin başka yaman niyetin var dep aşağı kilip şu lutsuga bir tip diken bu bala aşağıdan yıkıp bir yere kattık yıkıp düşüp götürdü xuda aşağı ayılınıp ağızdan nime mağzap binasıyla çıktıp da şunu bir de hoşuğa gelip Allah sen eğer hakiki mevcut olsan senin mevcut hep itikat kılmam zaten mevcut olsan muşu adamdan beni intikamını etmegen dep dua kılvattı deydi aşağıda. Onun için bu Guancı'nın başlığı yılıqı Ruz Osman bir haftadan keyin Ürümçiga yığını varken hem de yerdeki başlıklarının məxsus şoför oldu özününki. Şoför başındaydı. Şoförün yanında oturdu hem de. Şu bir yerden ketip bağanda yendin bir gancın tümür baskan bir maşina ötep diken yendin. Şu ma adam oltuğa yerden maşinanınki bir tarafını açtı. Siripla ketipdi o. Manın şu bir putunu fakat üzvetipdi, lotustan üzvetipdi. Aşağıdan ağandın. Bu doktor kapırımız dep boğuca bu partiya azası de hükümetinin ademi bu.
deb shu Xitoylar harbiy doktorxonaga apirmiz deb harbiy doktorxonasiga apiribdi. Bu harbiy doktorxonasida uni hech qanday masma qilmay, do'rimi qo'ymay, mushu so'ngakmishak tutqizimiz deb tumini qiqib tutqizimda tumini qiqibdi mushu tizg'a. Tizg'andan keyin u Ro'zi Osmon shu chaqda voy meni etvetinglar, o'ltirvetinglar, men chidayolmadim. Bunda qilg'ich meni etvetinglar o'ylab ketaymish. Yo'q, o'lmaysa, saqaytmas deb aytdi. Mixni qiqibdi. Qiqib shuning bilan yaxshi bo'lolmay uning bilan uyga avatibdi. Uyga avatgan 1-2 oy uyda sesib yetib ayda o'labdi-da hamda. Bu shu tepgan putini o'zi ekan shu. Putidan ketib qolgancha hamda. Mana u rasmiy dadamning o'z ko'zi bilan ko'rib deb bergan hamda. Bu zulm qilib qolmaydi bu dunyoda. Bu dunyoda qilib qolmaydi. Oxiratga qilib qolmaydi zulm. Boshqa Allohning haqqiga qilingan gunohlar, ular masalan zina qilibdi deymiz, hariq ichibdi deymiz, o deymiz, bu deymiz. Bunda gunohlar Alloh xolisi kechiryotdi, xolisi oxiratda azoblaydi. Bu dunyoda emas. Ammo boshqalarga qilgan zulmni o'sha dunyoda. Bu insonga emas. Har qanday bir maxluqot qilgan zulmni Alloh taolo o'shadan ko'rsatdi. Masalan, bir yoshlardan 1-2-3 yosh bir mashinaga chiqib olib, mashinani rosa haydab bunda o'ynayotgan ishlar bor-ku, yosh bolalarningki. Ayna ketib beribdi ekan, bir dona küçük yo'lning bo'yidiroq ayda turibdi. Men shu küçükni hozir bir besipla ayda mijib o'tirib olaymi deb ayna deb shu mashina gaz rosa berib kelib shu ayda menib ekan, uni darhol qechishga ulgurib qecholmay 2 dona qo'lini meniki küçükning 2 dona qo'lini izvat etgan, faqat izibla shu sundirib etganda u chiqirib qolgan, qaranglar chiqirganda deb shu tomosha qilib ketgan. Ya'ni rasmiy tomosha qilgan. Endi bir hayvonni biz qasdsiz, maqsadsiz, bilmasdan xatolik bilan o'ltirib etib salsan, o boshqa gap endi uni Alloh taolo kechirdi, chunki uning nima yo'q endi. Onun bir yomonlik yo'q odamda. Lekin ma'noda qarab turib, shuni tomosha ko'rish uchun o'ltirmoqchi dedi. O'ltiranmagan bo'lsa-mu, 2 putini faqat izib mashinada izib endi. Ketganga bunda qila oldim deb taqinib ketibdi bu. Atsi bugun soat 3 da bo'lgan ekan. Atsi shu soat 3 da mashinasi yo'lda bir yerda buzilib ketdi. Uning chaqisqa mixib ketgan binasi qilganiga dankrat degan narsani ko'tirman deb mashina ko'tirib bir qanday qilibdi. Ayna qilib turganda bu dankrat nima qilib ketib, sinib ketibmi, endi qo'zg'alib ketib qanday bo'lib, chaqa mana putga tushibdi. O chaqaning ustiga tumi tushibdi. Ayna bo'lib, 2 puti, 2 qo'li, odamning 2 qo'li qo'p qara endi nima bo'lib ketibdi-da, qattiq izlib, ya'ni izlib shu barmoqlari qo'p qara endi ko'krab uni qaqrab olib ayda olib. Doktorga borgandan keyin darhol shu 2 olqindilla 2 qo'lni kesibdi. 2 qo'lni kesildi. Endi Alloh taolo shu kichik bir itning bolasi kuchukningki intiqomini aning 2 qo'lni ayda qasdan ayda qilganiga mana 2 qo'lni kesib eprilikda endi uni. Bu biz atrofimizda qaraydigan bo'lsak, nurg'un ibratlarni ko'ramiz. Lekin biz diqqat qilmaymiz nurg'un ishlarga. Ba'zi ishlarga niyat ichimiz og'rib ketadi, uni obdan tashlab ko'rsak, shuning haqli qo'ygan tarafli chiqib qoldi o'shadan shu ish, shu ahvolga tushib qolishiga. Bir yana Suriyada bo'lgan ishcha bir aka singil bor ekan. O singlisiga bir turmushdan baxti bo'lmabdi, turmushga chiqolmabdi. Akisi o'ylanibdi. Shu akisining uyida endi ota-onasi qolgan uyga endi singlisi birga turibdi. Akisi xotni olgandan bu xotnining ko'ziga bir sig'may qilg'ilganda bu singlisini qutulsam bo'ldi deb doim yomonlayotgan uni. Akisiga doim yomonlab chiqishdi, endi qitgan. Akisi bara singlisiga o'chilib qoldi ekan, ko'ziga sat ko'nib qoldi ekanda. Bir kuni ayol ikkisi tomoq yeyib o'tirib, singlisini suv akirganman deb maqildab suvni akirib nima qilsa, suvni ichib bulab, uning qo'lidan suvni ichib bulab, o'rnidan qo'pab,
singlisga puti bilan beyni tepib qo'yib, sen de bir qutlayolmayotimiz go deb putiga tepib qo'yib ketibdi. Xotinining oldida hamda singlisni xarlab bergan ekan hamda. Shuna buning bak ig'ir kelibdi o singilga. O nim deb duo qildi bilmaymiz ish qilib. Bu tepgan aksi shu kuni safarga chiqib shaharga mashina binasi tush etgan. Bir yerda ayda mashina hodisasiga yuz berib, tepgan puti cho't kesib ketibdi. Ya'ni izlib ketibdi mashinaning nimasi qilibcha. Shundan kishilar bu mashina oldi deb qo'ygandan keyin o mushu putim bilan men singlimni tepganda deb ayda deb o'zi ayda deydi. Boshqa bilmaydi dedim bo'lganligini. Mushu hayotda mushunday ishlar naytij chiqqandi. Chunki bu Alloh taolo zulmning jazosini oxiratga qo'ymay, zulmning jazosini mushu dunyoda berib keldi ekan. Shunga mushu ishlarga naytib diqqat qilishimiz kerak. Kishilarga zulm qilishni saqlashimiz kerak. Endi mushu Qur'on Karimda nurg'un shaharlarning, nurg'un yurtlarning, nurg'un qavmlarning masalan Ad, Samud deymiz, Iram shahri deymiz masalan. Nurg'un ashaniki Alloh taolo halok qilayotganligini so'zlaydi. Shu oyatlarda halok qildik degan oyatlarda ularninki zulm qilganlik uchun deyildi. Va ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun deydi. Biz ularga zulm qilmadik, haqsizlik qilib onunki ularni nobud qilyapmidik. Ular o'zi shunday zulm qildi. Shunga shunday qildik deydi. Ya'ni bir uning kafir bo'lganligi sabab bilan bu dunyoda halok qilyapmaydi. Kafirni kafir bo'lganligi sabab bilan halok qilyapmaydi. Kafir bo'lgan va zulm qilgan. Müslüman mı? Allah işingan Müslüman mı? Müslüman devlet olsun, Müslüman hakimiyet olsun mu? Zulüm kılsa, haksızlık kılsa Allah Teala onu tarmar kılıvatıdı. Allah'a secde kılkan Müslümanlarını mı? Haksızlık kılsa, zulüm kılsa onu tarmar kılıvatıdı. Demek bu kafirlerin halak olup gitişi özünün kafirliği sebebiyle emas. Çünkü kafirlikning cezasını ahiretde gördü. Bu dünyada zulüm kılganlığı sebeple halak olağılık. Şu an bu zulüm kılıştın sakınış gerek. Allah Teala hemimizge doğru yolunu göstersin, doğru iş kılışını nasip etsin. Amin.